Hali O'zbekistonda bunaqa prank bo'lmagan qadrdonlar. Assalomu alaykum, hormat. Afsonaga. Pul yo'lini olib ketaverasizmi? Hazillashdim qayda aka. Hasanni ko'rdingmi, taksi chaqirdi, Afsonaga ketdi. Biz okani yomon qilamiz. Bunaqa prank nafaqat O'zbekistonda, hali SNGda bunaqa bo'lmagan. Videoni oxirigacha ko'rib turasiz. Ashi, to'xtab qo'yarsiz, aka. Rahmat. Voy, yo'lkira pul bermaysizmi? Tushunmadim. Men tushunmadim, yo'lkira pul bermaysan. Qanaqa yo'lkira? Yo'lkira pul bermaysan. Qanaqa yo'lkira? Dropni haqidan qo'rqmaysan. Qanaqa nima deysiz? So'ka? Kelding-ku sen. Nimada kelaman? Nimada kelaman? Nimada kelaman? Nimada keldi? Jinnimisan sen? Nima kelganingni bilmaysan. G'alati olmasin. So'kasiz? G'alati olmasmisiz? Yo, nimada kelganingni bilmaysan. G'alati olmasmisiz, so'ka? Kim bilandir adasi. So'ka yo'lkirani pulni olib qolasizmi va biretan? Qarab turma 1 soatdan beri. Kim bilan gaplashyapsiz? Ahvolingiz yaxshimi, aka? Ha? Ha, yo'lkirani pulni olmaysiz, hech kim yo'q-ku, telefonda gaplashyapsiz. Yo'lkirani pulni berg'ing, aka. Kamera qilib ko'tarib qo'yasiz, aka. Frank o'tganda. Shunday qoldi. Shu vaqtda aka demiz zagruzka bo'ladi. Qo'limni o'qildilar. Ularni deyapman-da. Qarata, adda o'sha yangi yillar bilan ajab ko'tarish, aka. Biz yo'nalishimiz mana shunaqa. Ko'pchilik video qo'yitganda, ko'pchilik Frank qilgan insuliniga sovg'a bermaysizlarmi dedi-da. Shuning uchun yangi yil munosabati bilan mana sovg'a sizga rozg'olasi behamat suvlar bilasizmi buni? Tabiiy, o'z natural, tabiiy yurakka foydasi bor, o'zimizning mahsulot. Anorligi, olchaligi, shaftolligi sizlarga ham tavsiya qilamiz qadrdonlar. Yurag'ini yo'q qildingiz. Video postga joylayman, aka. Aka, qanaqa emotsiya bo'ldi hozir? Arvoh deb o'yladingiz? Yo, hozir men to'g'risi qizishib ketdim-da. Nima qilgan? Aka, nima deyotganlaringizni qilyapman. Tabiat yaxshi xullas, hammasi joyida. Okalar, ozgina настроениyaning ko'tarilgan bo'lsa, mana shu yurachini bitta qizartirib o't ketasizlar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Men aytgancha Namanganda barcha do'konlardan bemalol behamat suvlarni sotib olsani bo'ladi, hammasiga tavsiya qilamiz. Keyingi prank qayerda bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Gap yo'q aka. Qo'ldan zo'r ekan. Chesan? Chesan? To'ldiramiz ozgina? Bo'l.